Kelin kuyov turmushlarining birinchi kunida eshikni hech kimga ochmaslikka qaror qildi va birinchi bo'lib kuyovning ota-onasi yoshlarni ko'rgani keldi. Kelin kuyov bir-biriga qaradi. Kuyov eshikni ochishni istadi, lekin qarorlari tufayli shashtidan qaytdi. Shunday qilib ota-ona uzoq kutmay orqaga qaytib ketishdi. O'sha kuni biroz vaqtdan so'ng kelinning oilasi ham keldi. Kelin kuyov bir-biriga termildi. Kelin esa ko'zda yoshlar bilan men bunday qila olmayman deya eshikni ochib yubordi. Kuyov hech nima demadi. Yillar o'tib er-xotin to'rt o'g'il ko'rishdi. To'rt o'g'ildan so'ng qiz farzand dunyoga keldi. Bilasizmi, ota yangi tug'ilgan chaqalog'i uchun katta tantana qilishni istadi va butun tanishlarini taklif etdi. Shunda xotini eridan nima uchun to'rt o'g'il dunyoga kelganida bunday tantana qilmaganligini, hozir esa boshqacha bo'layotganini so'radi. Eri uzoq kutmay javob qildi. Chunki menga eshik ochadigan qizim bor dedi.